Vatan, vatan, vatan. Bu xaritadagi chiziq emas. U ona allasi, bolalik xotirasi, bobolar duosi singan muqaddas tuproq. Bugungi tinch osmon, osoyishta hayot, fidoilik va mas'uliyat samarasidir. Vatan himoyasi faqat qurol bilan emas, balki halol mehnat, sadoqat va hushyor tafakkur bilan amalga oshadi. Har bir pedagog, olim, shifokor, tadbirkor o'z mehnati bilan vatan qalqonidir. Mustahkam iqtisod, yuksak ma'naviyat eng kuchli himoyadir. Axborot maydonida ham, hayotda ham vatan manfaatini ustun qo'yish bizning vijdoniy burchimiz. Chunki vatan himoyasi har birimizning mas'uliyatimiz. Milliy armiya, ona yurt qalqoni, tinchligimiz posboni.